Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda yagona bo'lgan ProTiler eksklyuziv apparatimizni sizlarga hozir polностью boshdan oxirigacha obzor qilib beramiz. Ushbu apparatimiz amerikanskiy stilda Xitoydan o'zimiz yasatib kelganmiz. Tagida ingrediyentlarni qo'yish uchun GM qo'yadigan shlankalar alohida bor. Quyganda o'zi chiqazib beradi. Hozir mutaxassisimiz birma-bir buni yoqib ishlatib tushuntirib beradi. Birinchi o'rinda yoqishlarimiz to'g'ri qiyon. Yonkisiga smesni ham to'ldirib bo'ldik. Smes to'ldirganimizdan keyin hozir nima qilish kerakligini birma-bir mana shu ekranda tabloda ko'rsatib o'tamiz. Bu tabloni ko'rib qo'rqib ketmanglar. Bu juda ham oddiy, juda ham qulay qilib ishlatishga juda ham oson qilib yasatib kelingan Xitoydan. Ayibxon, yonkis to'lgandan keyin nima qilish kerak bo'ladi? 2 daqiqada moykasini yopib, ichki yonkisini quyon bilan to'ldirib olamiz. Yangi frezer ishlatish boshlagan odamlar boshqa frezerlardan farqini ko'rib, bu mana bu narsa nima deb so'rashadi. Aynan shu narsasi nimaligini bir tushuntirib o'tsangiz. Ushbu detalimiz vakuum pompa hisoblanadi. Quyonni qayta ishlash vazifasini bajarib beradi. Ya'ni воздушный qilib beradigan aynan shu. Yana bitta savol tug'ildi. Mana bu panelda turgan qora kontrolleri bor. Mana shu narsani asosan qanaqa qilib ishlatiladi buni? Qaysi holatda turish kerak aslida? Asosan bunday holatda ishlatilmaydi. Asosan ortga qaytarilgan holatda ishlatiladi. Kichikroq ochilgan holatda ishlatiladi. Hozir bitta ishlatib ko'rib ko'rsatsak, mana obunachilarimiz ko'rishsa, mana albatta. Buni ishlatish uchun mana buni bosamiz. Mana bu tugmani shunday bossak, mana bunaqa holatda chiqadi. Ushbu strelka mana bu tomonga qarab turibdi. Hozir mana chapga qarab turibdi. Aslida to'g'ri ishlashi uchun bu narsani o'ngga burab qo'yish kerak. Bu tomonga qaratib qo'yish kerak. Hozir buni o'chirib, bu tomonga qaratib qo'yamiz. Qanaqa holatda chiqishini o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Ushbu strelkani mana o'ng tomonga, ya'ni orqaga qaratib qo'yiladi. Mana shu holatda turadi va yana yurg'izib ko'ramiz. Yurg'izib oling. Albatta. Mana shu holatda to'g'ri ishlayotgan bo'ladi. Haqiqiy ko'pirish mana shundan bo'ladi. Yonkisimiz to'lgandan keyin mana shunaqa holatda yonidagi teshuvlaridan quyon oqib chiqadi. Bu to'lganini bildiradi. Ichki yonkisi to'lgandan keyin bezuq qo'yasiz. Ichki yonkisi to'lgandan keyin frezerimizni birinchi o'rinda o'chirib olamiz, stop tugmasini bosamiz va nastroykaga kirganimizdan so'ng user settingga kiramiz. Bu yerda xohlagan gradusingizga qo'yishingiz mumkin. Mana bunisi tepa qismidagi yonkisi gradusi. Buni 4 ga qo'yishimiz kerak. Bu tagidagi yonkisimizni gradusi. Bu havoga qarab o'zgaraveradi. Havoga qarab har xil gradusga qo'yishingiz mumkin. Va o'sha ortga qaytish tugmasi bilan marojna tayyorlash tugmasini bosamiz. Avtomatik o'zi tayyorlaydi. Marojnamiz tayyor bo'lgandan keyin mana shu joyda foiz sanaydi. 100% bo'lganda marojnamiz 100% tayyor bo'lgan bo'ladi. Ya'ni quyishga tayyor bo'lgan marojna bo'ladi. Mana do'stlar, videomizni boshdan oxirigacha ko'rdinglar. Nastroykalar bilan batafsil tanishtirib chiqdik. Sizlarga ham shunaqa frezer kerak bo'ladigan bo'lsa, mutaxassislarimiz olib borib, o'rnatib, yurg'izib, sizga polностью bu narsani tushuntirib, biznesingizni boshlanishigacha sizda yoningizda turishadi. Xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari mavjud. Vodiy ichiga olib borib usturovka qilib beramiz. Vodiydan tashqari joyga kelishilgan holatda bo'ladi. Ushbu frezer haqida yana qanday ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, xudo xolasa biz sizga batafsil ma'lumotlarni berib yuboramiz yoki bo'lmasa Telegramdan bizga aloqaga chiqib olsangiz, quyidagi raqamlarga batafsil, yanada batafsilroq ma'lumotlarni tashlab beramiz.